boryapman. Assalomu alaykum bobo. Va alaykum assalom bolam. Menga yordaming kerak. Qanaqa yordam? Tezroq yur iltimos. Oltin qadaqchamni yo'qotib qo'ydim. Qanaqa oltin qadaqchingiz? Anavi kubik bor edi-yu. Короче, kim ko'p, короче, uxlash degan narsada yutib olgandim-u. Kim ko'p uxlash degan musobaqa ham bor ekanmi? O'shanda yutib olgan, iltimos topishga yordam ber bolam. Yur, iltimos tezlash. Bo'ldi bobo, vahima qilmang, vahima kerak emas. Hozir topamiz, aniqlashtiramiz. O'zim sizga yordam beraman. Bolam tezlash iltimos. Hozir topmasak, uni bilasanmi, puli qancha narxi? Qancha bilmayman u. U короче, 19 tak dollar. 19 tak dollarga bilasizmi? 6 ta mashina sotib olsa bo'ladi. O'shaning ham vahima qilyapman-da bolam tezlash iltimos. Men uyimda bo'laman tezlash. Mayli, hozir qo'limdagi ekinlarni tezroq yig'ishtirib olayin, keyin borib topib beraman. Obunachilar, rostdan ham agar 19 tak dollar bo'lsa, bilasizlarmi narx qancha bo'lib ketadi? Bobo qayerda turgandi oxirgi marta? Короче, bolam, shu yerda qo'ygandim, keyin uyimga qo'ygandim, keyin yo'qolib qoldi. Qanday bunday tez keldingiz, bobo? Men ko'p, короче, ko'p uxlash bo'yicha yutganman-u, keyin tez yugish bo'yicha ham yutganman. Siz demak, вообще sportsmen ekansiz-ku. Shunaqa bolam, shunaqa. Iltimos tezroq topaylik. Bo'ldi, vahima qilmang bobo, hozir mana bu narsalarni uyimga qo'yib olay borib, janob merga aytamiz. Mer bilar balki qaysidir jetel o'g'irlab ketgan bo'lsa, topib beradi. O'shanga aytib ko'ramiz hozir. Faqat vahima kerak emas-da, bobojon. Bo'ldi bolam. Qani hozir yur, qayerga boramiz hozir? Короче, ortimdan yuring-da. Uyingizni qaysi qismiga qo'ygandingiz, menga ko'rsatib bormasangiz bo'lmaydi. Bolam, hozir qara, mana shkafimni ko'ryapsanmi? O'sha shkafimning ichida turgandi. Bu yerda hozir 3 ta shkafingiz bor. Qaysi birdaligi men qayerdan bilaman? Tepadagi ikkinchida. Hech qaysi yo'q-ku. O'g'irlangandan keyin yo'q bo'ladi, tentak. Bo'ldi bobo. Bo'ldi, hozir topamiz, qarab turing. Hozir janob merga aytish kerak, borib janob mer tushuntirib, bobo ichkariga kiring. Kiring ichkariga bobo, sizni itarib kiritmasam kirmaysiz shekilli. Endi hayajonlanyapman, qo'rqib ketyapman, pulim qayerga ketganini o'ylayapman-da. O'ylamang, bobo, vahima qilasiz. Vahima qilinadigan narsa yo'q bu yerda. Короче, derazadan hech kim qochib ketmagani aniq, hech kim olib qochib ketmagani aniq. Qayoqqa qarayapsiz, bobo? Ana shu yerda nimadir yaltirab ko'rinyapti. U kimdir lazer tutib sizga qaratib. Yo'q, nimaga lazer tutadi menga qaratib? Siz bilan hazillashyapti-da, bobo. Nimaga men bilan hazillashadi bu ahmoqlar, tentaklar? Bilmadim, bobo. To'xtang, hayajonlanmang, vahima qilmang deyapman sizga. Yuring, undan ko'ra janob mer yoniga boraylik, janob merga aytamiz, topib beradi. Hozir to'xtab tur bolam. Eshigimni yopdingmi? Yo'q, yopmadim, ko'rmayapsizmi? Yopdim-da kanishni. Bo'ldi, davay. Ana chirik kartoshka menga ber. Nima qilasiz bu chirik kartoshka-ku? Ko'mib yeyman demoqchi edim. Bobo, siz ko'mib yeb chirik kartoshkani qanday yeysiz axir? Endi uni mazasini zo'rda, mazasini bilmaysan. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Nima gap, cho'g'a? Hozir. Bobo, nima qilyapsiz? Mana meni ishtonimdan ushlab qoldi. Bobomning ishtoniga tegma, tentak jetel. To'xtang bobo, sizni mana shu yoqqa kirgizishim kerak bir amalla, faqat to'g'ri kiring, to'xtang. Kiring bo'ldi, bobo, kiring ichkariga axir, kiring. Bolam, endi qarichilik kira olmayapman-da. Bobo, nima bo'ldi? Короче, janob mer, meni oltin qadag'im yo'qolib qoldi. Qanaqa oltin qadaq? Bilasizmi, ko'p uxlash bo'yicha chempionat yutib olgandim-u. O'shami? O'sha. Короче, janob mer o'shani topishga yordam bersangiz agar yaxshi ish bo'lardi. Bo'ldi, harakat qilamiz topishga. Lekin qayerga yo'qolganini aniq bilasizlarmi? Yo'q, men короче qo'shnilarimdan biroz shubhalanyapman, ya'ni Jo'xadan ham shubhalanyapman. Bobo, men nima qilaman sizni narsangizni? Endi har ehtimolga qarshi senga pul kerak bo'lib qolgan bo'lsa, mo'jni bit o'g'irlagansan deb o'ylab qoldim. Yo'q, qo'ying bobo. Rostdan ham Jo'xa o'g'irlamagan, bobo. Bo'pti-da, mayli bolam. Yur endi tashqarilarni ham kuzatayigunda. Bo'ldi bobo, hozir qarab turing. Kelmaysizmi bobo? Endi qarichilik mana eshik qisib qolyapti meni. Bobo, siz yoshligingizdan eshik qisgan deyman-a. Nima deyapsan? Men o'zi kuchli, baquvvat odam bo'lganman yoshligimdan. Bilaman. Bobo, to'xtang, sizni qanday chiqarsam bo'ladi endi? Chiqing bobo, axir nima qilyapsiz? Eshikda tiqilib olganingizni qarang. Bolam, endi bilasan-ku, aytayman-u qarichilik deb. Bo, nima qilay, eshikni buzib tashlaymikan? Yo'q, hozir. Bobo, qarochi, izimdan kelsangiz keling. Men sizni ortingizdan bunaqa quvib yura olmayman. Izingizdan surib kelar ekansiz-ku. Endi chiqib ketdim-da sirg'anib, bolam. Bo'ldi, yuring, merda eshigini ochib qo'yib biz ekan ikkalamiz ham. Sovuq kirsa keyin ikkalamizga ham gapirib yotadi.
Bobo hozir qarang, kimdan shubhalanayotganingiz? Mendanmi? Mayli, meni ham farqi yo'q, ko'ramiz. Qayoqqa deb o'ylayapsiz? Shu uyingni tagini bir ko'rmasak bo'lmaydi-da, bolam. Bo'ldi, hozir ko'ramiz bobo, shoshmay turing. Men uyimdan kirkamni olib chiqayin, uyimni tagini qazamiz. Agar bo'lmasa, lekin qarang, 100% yo'q, chunki men o'g'irlamaganman. Men sizning narsangizni o'g'irlab nima qilaman? Endi bolam, qo'shningga ehtiyot bo'l, qanaqa o'zingda? O'zingga ehtiyot bo'l, qo'shningni to'g'ri tutma degan, bilasanmi? O'zingizga ehtiyot bo'ling. Meni nimaga o'g'ri tutyapsiz? Endi shu o'zimga ehtiyot bo'lmaganim uchun ham seni o'g'ri tutyapman-da. Bobo siz ham yomon bir mashinnik bo'lib qolyapsizmi deyman. Qayerdan bu yoqqa kirib qoldingiz? Qanday chiqasiz bobo? Bolam, sen meni g'amimni yema. Men dunyo g'amini yegan odamman o'zi. Mayli. Chiqing, nima qilib bo'lsa ham bir amallab. Endi men sizga yo'l qilaman bu yoqdan. Bilmadim bolam, nimani qo'yayni, men qadiman bilasan-ku. Bobo, yig'lamang iltimos. Sizni ko'rib o'zim ham yig'lab o'raman. Yig'lash chiqarmayapti, prosta meni ohangim shunday. Tushunali. Lekin bu yoqqa chiqmasangiz bo'lmayapti. Bobo, siz qarang, ustingizni yopib tashlayman hozir. Bolam, unaqa qilmayaptimiz. Yig'layapsizmi? Yo'q, aytdim-ku, ohangim shunday deb. Shunaqami? Mayli. To'xtab turing, chiqing, mana zina qilib qo'ydim. Hozir bolam qarab tur mana. 2 sekundda otingdan chiqaman qarab. Bir, opa, ko'rdingmi? Shibli. Qanday chiqdingiz? Yarim sekunddan ketgan yo'q chiqib kelishingizga. Men yoshligimda Spider-Man bo'lganman. Yo'q. Rostdan ham odamlarni qutqarib yurardim. Lekin o'xshamaydi unchalik ham. O'xshaydi. Qaros oldinga tushib boraman, ko'rasan. Tushingiz qani? Bilmadim, lekin tushishingizni qanaqa ko'rinmayapsiz bu yerlarda. Hozir to'xtab tur bolam. Sen bu yerni yopib tashlab qo'y, men mayli kirmayman, hazillashdim. Chunki o'zi bir marta kirib belim to'sib qoldi. Lekin toshlarni tagiga qo'yib chiqibmanki, qarang, hozir yana tosh olib kelishim kerak bu yoqdan. Bolam, sen o'zi lattasan, bilasanmi? Shuni latta bo'lasan, latta bola, latta bo'lasan, latta. Bobo, men bilan hazillashmang, xo'pmi, bobojon? Bolam, endi hazillashmanam. Yoshligimdan beri hazillashni yaxshi ko'raman, bilasan-ku. Bilaman, bobo, lekin qarang, hozir yana qayerdan shubhalanyapsiz? Ko'rdingizmi, meni uyim tagida yo'q hech narsa. Ana u chap tomondagi qo'shning. Manavimi? O'shani uyning tagini ko'raylik. Bo'ldi, keyin ko'ramiz hozir. Ortimdan kelyapsizmi? Boryapman bolam, hozir mana kelib qoldim pastda. Orqangdaman, ko'rdingmi? Ko'rdim. Ana qo'shnim, ko'ryapsizmi? O'shani, qarochi uyi. Tak, hozir qo'shni, uying tagini ko'rmoqchimiz biz. Mayli, bemalol, men o'g'irlamaganman. Aniqmi? Yo'q, tekshirmasalariga ham zo'r bo'lardi, lekin men aniq o'g'irlamaganman deyapman-ku. O'g'irlamagan bo'lsang nimaga tekshirmanglar deysan? Endi ko'rmanglar deyapman-da, prostatak. Bu yerda pullaring bormi? Pullarimni yashirib qo'yibman-da. Shunaqami? Shunaqa bo'lsa yaxshi. Men berlarni ham ko'ramiz endi. Biz biza to'g'ri tushunasan. Chunki endi u 19 ta dollar turadigan narsa. Yo'q, 19 ta turadimi? Shunaqa. Men to'g'risi men bilmayman. Sen nimaga boyib ketding? Yo'q, hazillashdim, hech qanaqa boyib ketganim yo'q. Shunaqamikan? Bilmadim. Mana bu yoqdagi qo'shnilarni ham ko'rish kerak. Bular lekin menga qo'shni emas, chunki vahshiyat uzoq-ku. Assalomu alaykum, bratan, yaxshimisiz? Va alaykum. Nima gap? Yo'q, hech narsa. Mana bu yerlarni ham kuzatish kerak albatta, chunki bu mana bratan ham o'g'irlashi mumkin edi, lekin bratan kerak emas, puli ko'p bo'lsa shundoq ham. Bobom poliz ustidan o'ta olmay o'tiribdi, bechora bobom. Yo'q, shu yerda qolib ketibdi panada. Bobo, nima bo'ldi? Mana shu yerlarni yaxshilab ko'r, bolam, meni o'ta ko'nglim sezyapti mana shu yerdaligiga. Hozir bobo, lekin bu yerda bo'lishi menimcha qiyin-ov. Nimaga qiyin? Men ko'nglim sezyapti, ko'nglim. Ko'nglingiz har narsani sezaveradi-da, bobo, siz endi qaridingiz. Meni ko'nglim ham ko'p narsani sezib qo'yyapti, lekin. Nimani sezyapti? Endi u narsalar bu yerda emasligini, ya'ni sizni qahvami nima edi, qarochi o'sha narsangiz. U qarochi chashka, stakan, ya'ni nima? Qadoq, esimga tushdi, qadoq. Shu bu yerda yo'q-ku qadag'ingiz. Bilmadim, bolam, qarochi izlash kerak, topish kerak, tamom. Izlab topish kerak, to'g'ri aytasiz, lekin qayoqdan izlab topaman, bobojon? Yo'q u narsa bu yerlarda. Boshimni qotirdingiz ertalabdan. Bolam, endi seni bir boshing qotmasin ekan, onasini sen men qilgan ishlarni qilganingda sen boshing tugul boshqa joying ham qotib qolgan bo'lardi. Yo'q, bobo, unaqa jiddiylashmaylik, iltimos, bobo. Ko'r bolam, mana shu yerlarda aniq bor, meni ko'nglim ham sezyapti, yuragim ham sezyapti, burnim ham sezyapti. Burningiz nima sezyapti? Yomon bir sassiq hid sezyapti-da, shu yerda qandaydir g'alati atir sepib olganmi deyman, mana shu qo'shning. Endi bilmadim, g'alati atir sepgan, boshqa sepgan bilmadim. Qarochi, lekin yo'q-da, qarang bobo, mana shu yerda men nezashto vaqtimni ketkazib qazib o'tiribman.
Bobo bu yerda nimadir bor ekan. Ko'rdingmi bolam, men sezaman, ko'ryapsanmi? Aniq sezaman. Hozir. Rostdan ham nimadir bor ekan bobo bu yerda. Ko'rchi nima bor ekan? Bobo bu yoqqa keling. Hoy bobo. Bobo dedim men sizga. Bobo hozir qo'shni qayerda? Fakelni olib boray, kakras fakeli bor ekan uyida. Bobo aniq cherda ekan. Rostdan ham ko'nglingiz sezgan ekan. Ko'rdingmi, meni ko'nglimni aldab bo'lmaydi. Mening ko'nglim hali yosh, 18 yoshdagiday ko'ngil. Yo, uning uchun aytmayapman. Prosta ko'nglingiz qanaqa bunaqa sezganiga hayron qolyapman. Endi ko'nglim yoshda. Bobo topdim qadag'ingizni topdim hozir. Qulf bor ekan, o sindirib tashlab bo'lmayapti. Tak mana no sinmayapti bobo, tosh bilan uraymi, nima qilay? Boshing bilan ur, boshing toshdan bo'lsin deb duo qilgandim yoshligingda. Bobo qanaqasiga boshim yo'g'riladi-ku, boshim bilan ursam. Nimadir qilay, bolam, sen qilolmaysan bunda xotki. Hozir bobo kutib turing. Tak uydan borib bir ikkita narsalarni olib kelib olayin. Ya'ni tapor kerak. Buzish uchun bizga tapor bo'lsa bo'ldi. Tak taporim qani edi? Tak taporda bo'lmasak bo'lmaydi. Tapor aniq sindiradi, chunki yog'ochdan qilingan narsa. Kirka bilan urganim befoyda. Kirka sindira olmaydi axir uni. Xo'sh, bobom ketib qolmagan bo'lsa bo'ldi, o'sha yerda turgan bo'lsin. No, bobom ketib qola olmaydi hamda o'zi. Bobo keldim. Qaroch hozir o'shani olib ko'raman. Bolam tezlashay, men yomon qaroch qiziqib ketyapman. Topdingmi? Mana bobo topdim. Ikkita ekan u. Bittasi nima edi? Qarochi bittasi qadoq, bittasi kubik. Aytgandimi, yutib olgan kubigim bor deb. O'shani ham topdim bobo. Hozir men bu yerni qaytadan to'ldirib chiqayin, chunki agar bu yerni to'ldirmasam, yer cho'kkanda ana jetel qo'shnimda, qarochi uyi cho'kib ketadi, tushundingizmi? Tushundim bolam, tushundim. To'g'ri. Seni fikrlashingga gap yo'q atak. Shunaqa bobo, hozir kutib turing, bu yerni to'ldirib chiqayin. To'ldirib chiqmasam keyin yig'lab yuradi ana jetel. Uyimni buzdilaring deb. Bolam, mayli. To'ldir, tez to'ldirib tasha. Bo'ldi hozir bobo, mana. U вообще to'ldirib bo'ldim deyarli. Mana endi 4 ta blokini qaytarib joyiga qo'yib qo'yaman va всё, normali. Bobo hozir mana, qarochi mana bu kubigingiz, adashmasam. Xuddi ana shu kubik, ko'p uxlash bo'yicha yutib olganman. Dahshata. Вообще sal eskiroq ekan. Endi chang bosib yotibdi-da, yer tagida turibdi-ku. Bu esa men oltin qadag'im. Yo, mazza qilib suv ichardim. Sut ichardim, mazza, qahva ichardim. Ko'rinib turibdi, nam ekan. Kimdir suv ichibdi. Nima, mendan boshqa odam ham suv ichibdimi bunda? Endi ichganda oltinda ichib ko'rgan qanday bo'lar ekan deb. Yomon bo'libdi lekin. To'xtang, mana qo'shnimni fakelni joyiga qo'yib ketay. U o'g'ri bo'lgani bilan biz o'g'ri emasmiz-ku. Xo'p, bo'ldi bobo, ketdik, endi bu yerda turmaymiz. Yur bolam uyimizga. Unda yashirib qo'yish kerak qarochi. Bo'ldi, hozir yashirib qo'yaman. Uyingizga boraman, men o'zimni uyimga ham qayergadir yashiramiz xullas. Davay, yoshlik bolam, bir yaxshilik qiling menga.